Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli xonim, qizlar. Bugungi bizningki darsimiz mukofot bilan tarbiyalash. Bu hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalash metodlaridan biri bu. Burun biz boshda o'tgandek boshdagilarni bir qator deb biray. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bal tarbiyalash, insonlarni tarbiyalash metodlari ülgü buluş bilen terbiyeleş. Yani Peygamber Aleyhisselam bütün hayatında ülgü bulup üzü köstüp terbiyeleyen, onu köndürüş bilen terbiyeleş. Asta bir işleri köndürüş bilen, nasihat bilen terbiyeleş, yaxşı yamanını eğitip biriş bilen, vakalik bilen terbiyeleş. Yani vakalikler qanday bir işler boğan bolsa, şunundan ibret elişqa. Qissalar bilen terbiyeleş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de qissalar üçünün biri Kur'an-ı Kerim'nin qissa, peygamberlerin qissaları, müminlerin qissaları, aşı qissalar bilen terbiyeleş. Onun için küzütüş bilen terbiyeleş. Mesela insanların da kılvatkan işlere karab, hemen hata kılvatıdı, ma işini hata kılvatmanlık düzütüş besem bu odak de. Onun için hazır bugün bizden toxtanmakçı boğunuz mukafat bilen terbiyeleş. Onun için cezalaş bilen terbiyeleş. Onun için sohbet ve diyalog bilen terbiyeleş. Kinki derslerini. Bugünkü mukafat bilen terbiyeleş. Mukafat bilen terbiyeleş usulü terbiyeninki en mühim metodlardan biri bu. Ballarını mukafatlaş bilen. Ballarını kılgan yaxşı işleri, tapşırılgan vazifelerin tuluq orundağanlığı ve birer yaxşı işte utuq qazanlığı yüzüsüden mukafatlaş, ulanı teximi ilgirleşke elip bardığan usullarının biri. Yani bir işini yaxşı kıldı mı? Elbette bana mukafatını bir iş gerek ya ki eğizli bolsun, çıraylı gap bilen bolsun bir iş gerek hem de onun mukafatını. Şunda kılganda hemen yaxşı iş kılsam, bilirken men kılgan işimni, meni takdirleydiken dep mi bolsa kızıqıdı onda. Çünkü küçük balalar üçün mukafatның manevi kıymeti nayet zor. Şundaqla balalarını mukafatlaş, ularga özünün doğru iş kılbatqanlığını his kıldırdı bu. Mukafatlagan ya doğru iş qildim men deydi. Ularning aktivçaligini aşırdı. Mukafat iki türlük buldu hamda. Biri manevi mukafat. İkincisi maddi mukafat. Endi manevi mukafat deganimiz, manevi mukafat balalarga tabassum qilish, ularni suyup qo'yish, quchoqlab bag'riga besish, ularni va qilgan yaxshi ishlarini maqtash, ularga duo qilish, qutuq tilash, rahmat aytish bilan bo'ldi hamda. Endi kichik balalar bu turdagi mukofatlarga bak qiziqidi. Maqtab qo'ysa kichik bola uchib ketadi hamda. Chunki ularning sevgi, muhabbatga va ahamiyat berilishga bo'lgan ehtiyoji cho'nglarninkidan yuqori. Sevgi, muhabbatga ehtiyoji bor, qiziqtirib qo'yishga, ruhlandırışqa, ilhamlandırışqa ehtiyoji bor balalarniki. Maqtashning texmi ko'p meva berish uchun balalarni maqtaganda ularnıla emas, belki asaslık ularning qilgan yaxshi ishlarini, sen yaxshi balam, ma qilgan ishlaringmi shunday yaxshi deb endi ibodatdagi aktivchiligini, isil fazilatlarini, ügünüş qilishdik astoydilligini ve tapşırıqlarını orundashdiki mas'uliyatchanligini ata-onasiga ve qarindoshlarga bo'lgan kuyimchanligini maqtash lazım. Ama şunu mu esden çıkarması gerek ki balalarni maqtashda oshirib etish ba'zi hollarda ularni mag'rurlikka elib bordi. Men degan bak nochkanma deb ketdi hamda unimi normal bo'lishi. İkincisi maddi mukofot. Maddi mukofot deganimiz hamda balalar qilgan yaxshi ishlari ve qozongan utuqlari yuzasidan berildigan oyuncaq, pul ve şununla o'xshagan maddi qiymati bor narsalarni ko'rsatdi. Bog'chalarga apirib o'yintib kelish, go'zal sahrolarga, manzillik joylarga apirish, bo'libmi kitob yarmankalarga, kitobxonlarga apirish. Shuningga kirdimda. Ilmiy tadqiqotlar kichik bolalar uchun moddiy mukofotlardan ko'ra ma'naviy mukofotlarning qiymati cho'ng ekanligini ta'kidlaydi. Ya'ni moddiy mukofotning ma'naviy mukofot bak cho'ng hamda. Chunki kichik bolalarning moddiy mukofotlaridan bakrak ko'ngil xushalligidan iborat ma'naviy mukofotlarga bo'lgan ehtiyoj bak cho'ng. Chunki kichik bolaninki pul molga, uningga bunga zo'r bir ehtiyoji bo'lib qolmaydi. Chunki ota-onasi boqadi-ku uni hamda. Uningga cho'ng ehtiyoji bo'ldi. Ular kuyinishga, ilhamlandırışqa, şununla bakrak muhtaç buldu hamda. Mukofotlash bilan tarbiyalash haqidagi tavsiyalar. Birinchi, yaxshilikni mukofotni vaqtida berish, kechiktirmay. So'z bergan bo'lsang, imtihonda sen 5 olsang, sana mukofot beramiz, 5 oldim deb nimani elib kelsa, shu kechiktirmay berish kerak hamda. Mukofot berishning eng afzal vaqti ishni bajarib bo'lgan hamon, ya'ni bola mukofotga loyiq bo'lgan hamon berish.
Mundaq qilish balalarning qalbida cho'ng ta'sirlarni qoldirdi va texmi ilgirlashga turtki bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishchining haqqini uning teri qurishdan burib berib bulanglar degani mushuni o'z ichiga oldi. Balalarning mukofotini vaqtida berish afzal, ammo uni kechiktirganning ziyni yo'q. Masalan, vaqtida bermasa bu keyinchi bir narsa elib berishga va'da qilganga o'xshash. Ba'zi vaqtida o'dilgan vaqtda ya vaqt bo'lmay qolib, ya pul bo'lmay qolib, men cho'qim epirman deb va'da qildi, va'da qilganda cho'qim u va'daga turish kerak. Ikkinchi mukofotning balalar yoqtiradigan narsalardan bo'lish kerak-da endi u. Cho'ngli masalan men o'zim bir narsani yoqtirma, ammo balam buni yoqtiram deb yoqtirmam. O'zim yoqtirgan narsani balaning ko'ngliga qarmayli men epasam mukofot sanalmaydi endi u. Balalarni mukofotlashda ular o'zlari yoqtiradigan va orzu qilayotgan narsalar bilan mukofotlash lozim. Navoda mukofot ular yoqtirmaydigan narsalardan bo'lib qolsa, bunday mukofotning ularga foydasi bo'lmaydi. Natijada ularni mukofotlash usuli bilan tarbiyalash ishi foyda bermay qoldi. 3-chi, mukofotning hajmi balalarning utuqlariga munosib bo'lishi kerak endi. Utuqlariga munosib mesela. 5-sinfdagi bir balamiz 5 elib kelgan bo'lsa, uningga 500 lira mukofot bergan bo'lsak, 10-sinf ya 11-sinfdagi bir balamiz 5 elib kelgan bo'lsa, uningga 1000 ni berganga o'xshashda-da, qimmatiga qarab bo'lish kerak. Mukofotning qimmati utuqning qimmatiga munosib bo'lishi va ko'p utuq qozonganiga ko'proq, azroq utuq qozonganiga azroq bo'lishi lozim. Agar bunda qilmaganda ko'p utuq qozonganning qimmati bilan az utuq qozonganning qimmati o'xshash bo'lib qoldi. Men bunda bo'lsami bo'ldi-ku deb qoldi hamda. Ko'p utuq qozongan balaning ma'naviyatiga aks ta'sir ko'rsatdi. Uning tirishchanligini bo'shatib qo'ydi. Az utuq qozonib ko'p mukofot olgan balaga nisbatan yaxshi natija bermaydi. Chunki az utuq bilan ko'p utuq qozongan o'xshash mukofot olgandan keyin azroq o'qisam bo'lgan deb qoladi balamda. Shuningdek mukofot qiymatini birdinla oshirib etish mukofotning qiymatini yo'qotib qo'ydi. Pul deganda biri yersang ancha qiymati yo'q ko'rinib qoldi. Kuchukni arzu qildirib, kuchukni pulning gibi qiymatini bildirib, ondan berish kerak endi. Mukofotni bek oddiy qilitish balalarning ruhiyatini tushirib etgandek bek ko'p qilib o'tish ularni mag'rur qiladi. 4-inchisi mukofotning arqa-arqadan berilmaslik kerak endi. Xususan moddiy mukofotlarni hamisha bermaslik. Bir mukofot bilan yana bir mukofot o'tirisida ma'lum vaqt o'tishi lozim. Agar bunday bo'lmaganda balalar uchun mukofotliganlikning ma'nosi va ahamiyati ancha qolmaydi. Bak oddiy narsa bo'lib qoldi. Ba'sangmi, ba'misangmi mayli deb qoldi bala o'chog'da. Birincisi maddi mukofot bilan ma'naviy mukofot o'rtasida tanglikni saqlash. Masalan, moddiy va ma'naviy har ikki turli mukofotning o'rni balalarning tirishchanligiga va ehtiyojiga qarab bo'ladi. Ma'naviy mukofot balalarning vijdonini kuchlantirib, cho'ng ishlarni qila oladiganligi bo'lgan ishonchisini oshiradi. Ya'ni moddiy mukofot balalarning moddiy ehtiyojini qondirganning sirtida ularni texmi ilgirlashga intildirdi. Ammo moddiy mukofotni haddini oshirib o'tish balalarning utuq qozonishga emas, balki moddiy mukofotga qiziqadigan, faqat mukofotlanish uchun tirishadigan tamaha o'qib qo'ydi u. Endi mundaq balalar cho'ng bo'lganda badalsiz ish qilmaydigan, shaxsiyatchi, xolisani ish qilmaydigan bo'lib qoldi. Chunki qanday chog'da bir ish qilsam, buningki badalini ep kelgandan keyin fisabilillah xolis ish qilgan ruhi bo'lmay qolib qoldi u chog'da. Endi 6-inchisi balalar asosliq vazifalar uchun mukofotlanmaydi. Masalan, o'rganish qilganligi, namoz o'qiganligi, Qur'on o'qiganligi, uyni tozalaganligi, ota-onasining gapini anglaganligi buning uchun mukofotlanadi. Chunki bu qilishga tegishli ishi u. Onundan sirtida biz buyurmagan bo'lsakmi yoki biz arzu qilgan yaxshi bir ishni qilib kelgan bo'lsa, alayda bunda mukofotlash kerak. Endi kundalik o qilishga tegishli ishlarga mukofotlayversa, bu mukofotning hech qanday qiymati bo'lmay qoladi. 7-inchisi mukofotning balaning saviyasiga qarab bo'lishi. Mukofotlash usuli bilan tarbiyalash balaning beshiga, balaning yeshiga va aqlining o'sishiga qarab taraqqiy qildi. Masalan, maktab yeshiga to'lmagan kichik balalarni ko'proq suyib qo'yish, bag'riga besish, tort, kiyim, o'yinchoq, az miqdorda pul qatorliqlarni berish bilan bo'ladi masalan. Balalar amdila maktabga borgan yoshlarda ularga ilgirkisidan cho'ngroq mukofotni berish va ko'proq maqtab qo'yish yetarli. Ondan ularning yeshi ilgirlagan sari ularga yaxshi va yaramli odam bo'lishing, Alloh taolaning ham kishilarning sevgisi sadovor bo'lishing uchun yaxshi o'qig'in va tirishqin. Men senga deganlaringni elib berman deganga asosda ularni qoyil qilish. Endi balalarni mukofotlashning turlari. Birinchisi tabassum bilan ma'nili qarash.
Balaning yuziga tabassum bilan ma'nili qarash balaning ko'nglini yayratib o'tadi. Balaga cho'nqur mehribonlik bilan yuziga tabassum qilish cho'ng mukofotning o'rnida turdi. Buning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmon birodarining yuziga tabassum qilganida sadaqaning savobini topadi degan hadisga uyg'unlashdi. Ikkinchisi sevgi muhabbatni ifodalaydigan harakat. Ben seni yaxshi ko'raman, balamg'im deb qo'ymay, uni bag'riga besish, peshonasiga suyab qo'yish deganga o'xshaydi. Balalarning intayin mamnun bo'lganligini ifodalab, ularni chin quchoqlab suyib qo'yish, mehribonlik bilan beshini silab qo'yish, qo'lni chin siqimdash qatorliq harakatlardir. Uchinchisi xatolikni kechirish. Balalarning xatolikni kechirishmi ularga berilgan mukofotning o'rnida turudamdi. Men sening mono yaxshi ishing yoki mono utuqing yuzisidan mav xatolikni kechirib etdim. Ma yaxshi qilgan ishing uchun ma xatolikni kechirib etdim, bo'ldi. Seni jazolamayman deganga o'xshash. To'rtinchi, yukni yengillatish yoki amaldan qoldirish. Balalarga yuklangan ba'zi uy ishlarini ularni yengillatish yoki vaqtlik amaldan qoldirishmi balalar uchun mukofotning o'rnida turdi. Sen buda yaxshi ish qilding-ku, tam bugun sen ma uyning ishlarini falan sen ishni bugun qilma bugun. Ya bugün 2 kunlik sen qilmag'in, chunki men mukofoting uchun deganga o'xshaydi. 5-chi chiroyli so'z va duo. Balalarning qozongan utuqlari va qilgan yaxshi ishlarini taqdirlab, Alloh rahmat qilsin balam. Yoki sendan Alloh rozi bo'lsin. Rasululloh yaxshi ish qilding deganga o'xshash yaxshi gapni qilib qo'yish bu balaninki yuragida nadibak yaxshi ta'sirini qoldirdi. 6-chi boshqalarning oldida maqtab qo'yish. Tuqqanlarning oldida, do'stlarining oldida, boshqalarning oldida maqtab qo'ysa bola xo'shulab ketadi. 7-chisi balalarning ko'nglini ichish, balalarni qilgan yaxshi ishlari yoki biror ishda utuq qozonganligi yuzisin bog'chilarga, shuningga o'xshash ular xushal bo'lgan joylarga, kitob yarmankalarga, kutubxonalarga, bozorga emas hamdi. Ashunday yerlarga olib borib, balalarning ko'nglini xush qilishmi bu mukofotning o'rnida turdi. Endi shu moddiy mukofotningki ta'siri balalarga nihoyat cho'ng bo'ldi ekan. Ya'ni buni shu oshirib etmagan hamisha men mukofot bersa ekan deb tamaxorlik nimasiga tushib qolmagan darajada bo'lishi kerak ekan. Masalan 84-yili men shu 15 yoshimdagi vaqt 84-yili Qur'on Karimni yodlab bo'lganda o'sha Keriya nahiyasida kichik balalardan shu Keriya nahiya jamisida xatmi o'tmoqchi bo'lgan men bo'libdi ekan bu chog'da. Balla tarbiyalanayotgan tabii qarolab uzib chiqqan adam tabii yo'q. Maktabli tiz echilayotgan madrasalar ayda bo'layotgan bir vaqtda shu xatmi o'tishdan burun dadammi menga sening shu xatmini ravrus obdan o'ssang, shu Ramazon yaxshi tayyorlik qilib obdan o'ssang, seni men mukofotlayman deb. Nima desam nima desang aytman debdi. Velosipedim ko'nrab ketdi, velosipedimni yangilab bering dedim. Unga men qo'l soat aytdim, bir soatning bo'lish degan naji cho'ng shu chog'damdi. Velosiped degan bizning hozir qatnash qurolimiz hamdi, u bak cho'ng ish biz uchun hamdi. Shunda desam, shunda degandan keyin shunga xatma o'tashga Ramazon yaqinlashgan vaqtida yaqindan bu yerdan bu nahilik jamiya, cho'ng jamiya bo'lgan ekan. Mishad bir bola birinchi bo'lib bizning yurtimizda kichik bolalardan birisi bir bola xatm etkil qilibdi. Biz bu naqbak tabriklaymiz. Qo'y, kala suyab, mehmon qilamiz, uni qilamiz, uni olamiz, buni olamiz degan gap bo'lgandan keyin ustozim Muhammad Qurban Qarajim o'zi tibobatchilik qiladigan, o'zi faqat bunda bekim akib bergan narsani qabul qilmaydigan, hatto o'zi doim ahli ilmlarni o'zimizni chaqirib, ashularga hadiya qilib turadigan bunday bir odamda. Bu ashu 84-yili haramga manganda ustozim Xotanda bütün ahli ilmi Keriyaning Xotanning ahli ilmlarini yig'ib aşağı bir kişinin uyda isimden çıkarttı çıkıp kişinin uyda hemmadan birden lipopi taqatdi da bunda eliş yok, ben haramga barsam yo'lloq tutish yo'q, menga hech kim bir narsa tutmasin deb aşağı hammasiga lipopi taqitib duo oldida shu lipopining ichida qancha pul bor deb shu bilgim kelib mening keyin do'stining ustozining bolasini so'rasam 10 ko'ydan pul soldi deydi. 10 ko'y degan xila cho'ng pul hamdi u. O chaqda bunda hamda olim bo'lsang haq pul bergan deb xo'sh bo'ldim men bitta. Shuni xatni tutgan chaqda ustozim ashuni anglab, ash bütün jamoatni yig'ib, tuqqanlarni yig'ib biz mushu xatni o'sib pul bergan. Bunda
Het namazı cinaze namazı degan namoz o'qib bersa pul o'rtgan muyda ishlarni yo'q qilishimiz kerak. To'g'ri emas bu deb. Nat aqidasi durust bak lilla adamda. Shuning bilan bu Muhammad xatmi etdi. Hech qachon hadiya qilmaysizlar deganiki mening chiroyim turilib ketgan. Men jiq narsani kutib o'tatdim. Kichik bolani kutib o'tatdim. Kutib olsam shundan keyin mana akirib onu daplab menga so'zlab qara. Senin ko'nglingda kichikgina shu Qur'onni o'qidim, shu dunyoda men Qur'on yodlaganligi shu dunyoda shuning foydasini ko'rsam degan niyat bo'lsa, unutib ketgan yaxshi Qur'onni seninki. Seni men uning uchun o'qidim. Men hayotimda birinchi bo'lib qari qilgan birinchi qari sen deydi. Ustozimning birinchi qari bo'lsan. Anda o'qigan mening shu arzu-armanimni amalga oshirishim kerak. Xudoyim biridir. Sen qalbingda hozirdan boshlab niyatingni shunday qil deb meni anda tarbiyalagandan ko'nglim ichilib ketdi. Shunday xush bo'ldim ustozning aydanib qilganda. Shundan keyin dadam endi mukofot bermayli dedilar, lekin men so'z bergandim, va'da qilgandim. Shuni qilsam bo'lamdi degankin, endi sizlar boshqa narsa ep bermay, o'zining boni bersizlar. deb anda degandan dadam xatm etgan chog'imda quldagi soatini olib menga beribdi. Hozirgacha shunda xush bo'ldim. Dunyoni menga berib aytgandek ajoyib çok xush bo'ldim. Ya demak cho'g'im endi kichik bola ayna bir mukofot bersa ajoyib xush bo'ldim. Mukofotni biriplab dadamma tamam sana söz vergenmen Kur'an'ı duravuruz hatmede ötsen de öttüm ama bununkinkin Kur'an'ın manasını çokum ügünüş için hayatını ataysan Kur'an'ın manasını bilirsen muşunun söz veremse de söz verme sen tohta aldırmayı söz vergen onayamaz o seni bir yazığa vertime şehirden rahat öydün mi kılsa gitse yazığı verip başladı umaç yemse kattıkla yazı mi kılsan kılıp Kur'an'ın manasını ügünüp gelirsen de ayında diye vaxtida tamamen hayatımda atıdım ben Kur'an'ı yadlaganlığı ma'nosini bilishim kerak deb şu çağda şu saatni bergan. Şunda ben xoşulab ketgandim menimde. Demek hem de ballaga shunday bunda moddiy mukofotninki nati bek ta'sir bo'lgan. Uni anda hamisha biri emas, mening hayotimda bir qatim berilgan saatim bu. Bir qatim bo'lganki qimmat o'tgan. Biri versa bugun iPhone ep bergan, u kompyuter ep bergan, bunda ep bergan desang uningki hech qanday balani shimartib, akirtib qo'yishdan boshqa narsa emas hamda u. Balam kuchugina ehtiyoj tuysun, ihtiyojlik his tuysun, muhtoj bo'lsin, uningga shuni qarab bergandikin, halqi qusqonat ichib ketgan vaqtida yesang tomoqni tatliq etgandek, qattiq usabgani suv ichsang bak rohatlanib qolgandek ishanda. To'q qusoqning ustiga tomoq yegandek bo'lsa, balaga bir yesak bir narsa. Shu balaga anda hisobsizmi bermay uni Müşde naat arzu qilgan narsani shartni jiq qo'yib, mesela shu arzu qilgan narsani qilib berishim uchun ma'ni qilsan deb berib bo'lgandan keyin bundan keyin ba'zi yaxshi ishlarni qilishga anda va'da qilib anda qilish kerak ekan. Endi meni dadam shu chog'da avatda shu yeziga avatida Iminajim deb naat yaxshi bir olim bordi, Keriya bo'yicha bek yuqori olimdi. Shu kishining qishqa avatga men mishadamda chuqum shu Kur'an-ı Kerim'ninki ma'nosini o'rganaman. Başka narsa kirmaydi kallam. O başka hadis, halqa tarix, fiqh degan kallamga kirmaydi. Mo'shuni yodlaganki, mo'shuni ma'nosini bilman deganni kirdim. Shada ballanat jiq men kichik taliblar qatorida endi o chog'da shu arab grammatikasini nahv sarf o'qiyotdik. Bir kuni juma kunlikda shu ustozim har juma kunlikda bir qissa so'zlab beradi Qur'on Karimning qissasini. Bir kuni shu Sura Kahfidagi Zulqarnaynning qissasini so'zlab berganda cho'ng taliblar voy ustoz bak yaxshi bo'ldi sizlar har kuni Qur'on Karimni bizga tafsir qilib bersizlar, ma'nosini aytib bersizlar desa ustozim voy Qur'on nada men nada qilolmayman mana dedi. Degandan keyin men hayron ketib qoldim men hamda. Bu Qur'onning ma'nosini o'rganaman deb kelsam bu odam bilmayman desa men qanday qilaman dedim. Uning oldida bu Xutandan Muhammad Abdullah Mahsum rahmatulloh qarajim ashula ballani Misrga apag'anligi to'g'risida ayda xabarlarni anglab ben YouTube'dan ayrılgım kelmegan. Ya men ishada o'qiveray Qur'onni o'rgansam bo'ldi-ku deb menda qiziqmagan. Shu chaqda ustoz anda degani ha, emas men bu yerda o'qib men arzumga yetolmaydi ekanman. Men chetga chiqsam bo'lgan deb ustozim hajga mang'atdi. Ustozimga rijo qilib men chetga chiqib o'qiyman desam, ustozimningmi meni qo'yib bergisi yo'qdi, chunki qarixonda xalpat qilib qo'ygan meni. Ash ishlarga yaraydi deb nim qiladi, lekin men ching turib olgandan keyin Pokistonningki chaqirg'ini ag'ach kelib ketgan, shuningki yo'l menga pus
86 chiqish qilmayapsizlar odamda. Birinchi Misrga borganda Qur'onning ma'nosini o'rganman degandim bilan bordimda. Demak, insonda ballig'imda tushuntirib berishimiz kerakda. Sen bir sabab bo'lish kerak sening o'qishingda. Sababsiz men jannatga kiraman deb o'qisang, o nima emas u. O plan emas. O g'oya, jannatga hamma odamning g'oya, jannatga kirish g'oyasi bor. O g'oya bilan ish qilgan plan bilib plan. Manda adım 5 yillik plan, 10 yillik plan, 20 yillik plan degandek ma'no bilan bo'ladi. Shu chog'da Qur'onning ma'nosini bilishni shu chog'da qattiq orzu qilib, shu maqsadga sirtga chiqqanligim uchun shu meningki shu orzu armon kallamni ketmedi. Misrda o'qish jarayonida uning zoti iqtidorimmi yo'q. Onunga shunday o'zimni yetishtirdim. Misrda o'qishni bitirib bo'lguncha, men İstanbulda, Üsküdar'da 1 yil arab tilidan dars verdim. Onundan keyin men o'sha Turkiya nimaga avatdi? Türkiye hükümeti Kazakistan'a şu muallimlik evetdi, aslında açkan mekteplerge. Aşağıda 9 yıl aşağıda muallimlik kıldım. O jarayonimni ettiğin saat 9'da dersga gittim, saat 5'te kelime. O Kur'an'ın bir taraftan o'zimning iqtidori yetilmagan, bir tarafdan uni jur'at qilolmagan. Shunda tug'a vaqtida ba'zi kitoblarimni shahar boshlagan, o'qishimni bitiribla birinchi boshlagan kitobim shu islom aqidalari degan bo'lgan. Qozog'istonga borgandan oila tuzum degan kitobni yozgan. Undan keyin Qur'onning ma'nosini, Qur'onni tarjima qilish yoki bir tafsirini tayyorlashga men o'zimga ishonch qilamagan. Shuni Saudiya Arabistonga 2001-yili Saudiya Arabiston radiosiga Saudiya Arabiston hukumati chaqirgan ekan. Shu borgan kunimdan boshlab Sura Fotihadan boshlab shu tafsir kitoblarini yig'ib qolib turib, tafsir kitoblarning javhirini olib Sura Fotihadan boshlab Qur'onni tafsir qilib anglitishga boshladim. Bir tarafdan radioda anglitib, ovozimni qayd qilma, bir tarafdan yozib qoldirma. Ayda qilib 14 yılda Kur'an-ı Kerim'in tefsiri tügüdü. 2014 yıl tügüdü. Tügüdü 2014 yıldan 2024 yılgacha 10 yıl ziyalilarga o'qitdim, til edebiyatını yaxshi bildiganlarga o'qitdim, ulamolar o'qitdim, qayta o'qitish, pishirlash bilan oxiri 2024 ning oxirida o tefsir chiqdi. Qur'on-ı Kerim 2019 yilda chiqdi, 22 yilda bir qatim chiqdi Qur'onning tarjimasi. Demek men demoqchi o'g'lim şu bir ishga sabab bo'lishga, shu sabab bilan chiqqandan keyin shu sababning orqasidan qo'g'lab yurib, yillar o'tib ketgan bo'lsa-mu, Qozog'istonda 7-8 yil umrim boshqa ishlar bilan o'qitishlar o'tib ketgan bo'lsa-mu, yana shu kallamda shu nima bo'lganligi, shu Alloh taolo shu fursatni shunday berdiki, men tepilmash fursat bo'ldi u radio o'chishda. Ajnadim qildi. Masalan, vatanda bir psixolog so'zlaydi. Mening shunda mashhur psixolog bo'lishimga anamga bir çapan hep bir iş arzusu oldu dedi. Bu ne oldu dese, bununki dadam na pişik adamdı. Bizim vatanda ma ayollarınki hem de hele moda kolay iş var ya. Birisi mesela palanı renkte kiyim giyipti dese palanın giymiş gördüm. Şunu olan kişiler bir xil bir renk çıkıp diken şu renkte palto giyitken. Annesinin palto giygiz gitken o dadısındaki puluş yok yani. Şunu olan mabalına iş çağırıp, hey biçar anam benim şunu da çoğun kılgan anam bir palto alamadı. Çok boldu ben okup anamga palto epir için okuyman depti. Başka maksat önemez. Anamga palto eliş için de. Ayda okup 3-4 yıl kitipti hem de o İngiliz dili ügünüp İngiliz tilden kurs açıp birinci maaşını elip 3-4 yıl ötep gettem daha işini amelesi. Birinci maaşını elip anısı bir şu diye arzu kılan paltosunu elip giyse anısı hay balam hem modus ötep gitti bunun hem dedi. Şunu konuşacak yapı değil mi? Yani arzu armandan vazgeçmezlik. Şu an ballağa ayna düşünürken balam sen okuvatsan nima sebepten okuysan da sual qo'ymiz da bana. Okuysan, men eng yuqori pallaga chiqaman deysan, universitetni bitkizaman deysan yoki doktor, professor bo'laman deysan, nima ishga o'qiysan? Allah roziligi uchun o'qiyman degan gap endi u beg'oya, endi u javob emas, buning javobi emas. U beg'oya. Sen shu nima qilmoqchi degan, shu ilmim bilan men shu ilmim bilan ota-onamni rozi qilman, xalqimni rozi qilman, vatanim uchun xizmat qilman degan mundag'iligi bir qancha bir sebep yoki 2 sebep yoki 3 sebep bir qancha sebeplarni anda ballı bilish kerakda kallaga keltirish kerak. Anda bo'lgandan har qatim
o'qishdan kuchgina ümidsizlanib qolganda yoki ruhsizlanib qolganda yoki boshqa bir xiyolga kelib qolgan, "Voy, mening bunda sabab bordi-ku, mening o'qishda mana shu sababni amalga oshirish uchun unda qilman" deb bunda qildi ekan. Şuna hech qanday sababsiz bo'lmasligi, sababga bog'lash kerak endi. Mukofotdan men o'tib ketdi endi bu. Shuna bolalarni qisqartib aytgan vaqtda bolalarni moddiy va moddiy ma'naviy mukofotdan mahrum qilmaslik, uni qilib turish. Endi bu moddiy mukofotni biz degandek vaqti qaralda qilgan har qanday bir ishiga loyiq qilish, ammo ma'naviy mukofot bolalarni illiq muomala qilish, suyib qo'yish, ruhlantirish, bag'rimizga besish, peshonamizga suyash, chin quchoqlab sana ishinaman menda bunday qilib, buni har doim qilish kerak. Buning hech qanday nimasi yo'q, cheklimasi yo'qda buni. Ortiq qilsang buni ziyni yo'q. Ma'naviy mukofotni ortiq qilsang hech qanday ziyni yo'q, shunchalik foydasi yo'q. Ammo moddiy mukofotni bak ortiq qilsang, haliqa ko'ngliga tamagorlik kelib qilib, cho'ng bo'lgandimi badalsiz ish qilmaydigan. Mani qilganligim uchun men foydani ko'rishim kerak deyotgan bo'lib qoldi ekancha. Shuni saqlanish kerak. Alloh taolo hammamizning bolalarini Allohga bog'langan, vatanga bog'langan, vatanning mustaqilligini, xalqimizningki hur ozodligini o'ylaydigan va shuning g'amini yeydigan va o'ziga xo'ja bo'lib yashaydigan, boshqalarga yordam qiladigan iqtidorli, solih va yaramli farzandlardan ato qilsin. Amin. Amin. Amin.